Yangi yilda sarhisob qilish, rejalar tuzish, maqsad qo'yish biz uchun an'ana bo'lib qolgan. Bu yomon narsa emas. Chunki inson qaysidir vaqt bosib o'tgan yo'lini tahlil qilish uchun to'xtashi kerak. Bu uchun qanchadan qancha maqsad qo'yish uslublari o'ylab topilgan. Bu haqida kitoblar yozilgan, podkastlar, maqolalar. Lekin nimagadir ularni hayotga rostdan tatbiq qilish juda ham qiyin. Keling bugun reja tuzishni ishlaydigan uslubini ko'rib chiqamiz. Bu video maqsad klubimizdan olingan va yangi yil uchun sizlarga foydali bo'ladigan umidni sizlar bilan ulashishga qaror qildik. Dushanbadan boshlash, oyni birinchi sanasidan boshlash yoki yilni birinchi sanasidan boshlash har doim bir xil narsa. Ramziy sanalarda maqsad qo'yish qanaqadir madaniyatga aylangan, ayniqsa yillar boshida. Bugungi videomizning nomi ishlaydigan reja bo'ladi va bu nafaqat yilni rejalashtirishga, balki oyni ham, kunni ham rejalashtirishga yordam beradigan ko'nikma bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu videoni qachon ko'rib turganingiz farqi yo'q. Bu ko'nikmani har qanday vaqt oralig'ida qo'llashingiz mumkin. Birinchi o'rinda menga qiziq bo'ladigan narsa o'zi rejalashtirishni, ma'lum bir o'zgarishlarni psixologik yengil bo'ladigan ramziy sanalarga rejalashtirish ishlaydimi yoki ishlamaydi. Albatta birinchi o'rinda buni o'zi yaxshi bahona emas. Chunki yaxshi tarafga o'zgarish uchun har qanday vaqt to'g'ri keladi. Lekin psixologiyada yangi boshlanish effekti degan narsa bor ekan. Odamlar yuqori ehtimollik bilan o'z odatlarini, maqsadlarini ustida ishlashni ramziy sanalarda boshlashar ekan. Bu yangi yil, dushanba, oylarning birinchi sanalari. Masalan, bir tadqiqotda fitness ilovalarining statistikasiga ko'ra, odamlar aynan mana shunday ramziy sanalarda ko'proq jismoniy mashqlarni va sog'lom ovqatlanishni boshlashar ekan. Ya'ni ramziy sanalar shunchaki xayolimizdagi safsata emas. Bunaqa sanalarda odamlar rostdan ham o'zgarishni boshlashadi. Buni asosiy sababi ramziy sanalar bizga yangi hayot boshlash imkoniyatini beradi. Ya'ni biz bu sanalarda rejalashtirsak, go'yoki ruhan yengillik his qilamiz. Lekin albatta uzoq muddatli natija bilan ramziy sanalarning aloqasi yo'q. Chunki natija uchun oyni birinchi sanasi muhim emas. Natija uchun to'g'ri rejalashtirish va tizim muhim. Endi bizda hamma gapiradigan an'anaviy maqsad qo'yish usuli bor. Bu o'sha hayotingizning bir necha yo'nalishlarni yozib chiqasiz. Ularga baho berasiz va o'sha bergan baholaringizga qarab maqsadlar qo'yasiz. Rejalashtirib turganimizda motivatsiyaga boymiz. Kamtar maqsadlar bizni umuman qiziqtirmaydi. Yil davomida bitta ham kitob o'qimagan odam keyingi yil albatta oyiga kamida 2 tadan kitob o'qiyman deydi-da, bir yilda 24 ta kitob tugataman deb maqsad qo'yadi. Umrida bir oy ham zalga chiqmagan odam haftasiga 3 martadan zalga chiqaman deydi. Umrida 10 kilometr yugurmagan odam bu yil albatta 21 kilometrli marafon yuguraman deydi. Yollanma ishchi bo'lib ishlab turgan odam bu yil biznes ochaman deydi. Ya'ni tushuntira oldimmi? Rejalashtirib turganimizda motivatsiyaga shunaqangi berilamizki, bu maqsadlar haqiqatan ancha uzoq bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bu muvaffaqiyat ortidan yuguradigan jamiyat bosimi. Maqsad yuqori qo'y. Quyoshga yetib boraman desang, kamida oyga borasan. Bu aslida noto'g'ri. Va katta maqsad qo'yib turganingizda, siz uni ich-ichingizdan bilasizki, unga baribir erisha olmaysiz. Quyoshga yetib borish uchun hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham raketangiz yerdan uchish mumkinligini sinab ko'rishingiz kerak. Oy nariroqda tursin, raketa uchishi mumkinligiga ishonishimiz kerak. Bir yilda bitta kitob o'qimagan odam hech bo'lmasa bitta kitob o'qib ko'rishi kerak. Kichik g'alabani ta'mini sezib ko'rish kerak. G'alabani ta'mini hech qachon sezmagan odamga katta maqsadlar qo'yish faqatgina ziyonga ishlaydi. Sizni ruhan boshlashdan oldin ezib qo'yadi. Shu uchun xayolparastlikni yig'ishtiraylikda va erishishimiz mumkin bo'lgan minimumdan boshlaylik. Men buni yillar davomida qo'ygan maqsadlariga erisha olmagan odam sifatida aytaman. Xayolparastlik bilan qilingan reja insonni ruhan ezib qo'yadi. Va u shunchaki ma'lum bir vaqtdan keyin taslim bo'lishga olib keladi. Shu uchun birinchi o'rinda motivatsiyani tushiramiz. Va buni eng zo'r yo'li o'tmishni tahlil qilish. Bu yerda bizga qog'oz urishga kerak bo'ladi. Videoni pauzaga qo'yingda va shu ikkita narsani olib keling. Umuman olganda, ongli hayot kechirmoqchi bo'lganlarni birlashtirib turadigan narsa bu o'tmishdagi tajribani tahlil qilish. Eslab qoling. Omma hech qachon o'tmishdagi harakatlarni tahlil qilmaydi. Shu uchun odamlar har doim bir xil xatolarga yo'l qo'yadi. Og'riqli, g'alabas o'tmishlarni unutib yuboradi. Bu eng qulayi. Chunki xatolarni eslash miyaga og'riq beradi. Shu uchun qulayini tanlab har doim shunchaki unutib yuboramiz. Biz sizlar bilan bo'lsa, buni teskarisini qilishimiz kerak. Aytaylik, kecha 3 ta vazifangiz bor edi, lekin hech qaysi birini bajarmadingiz. O'zimizga savol yozamiz. Nima sababdan kunimdan xohlaganimdek o'tmadi? Chunki chalg'idim. Yana savol. Nima sababdan chalg'idim? Chunki qisqa videolarni soatlab ko'rdim. Yana savol. Qisqa videolarga chalg'imaslik uchun nima qilishim kerak? Ijtimoiy tarmoqni o'chirib tashlashim kerak. Savol. Bu muammoni bartaraf etmasam nima bo'ladi? Javob. Muammo bartaraf etilmasa, na sifatli ta'lim ola olaman, na sifatli ishla olaman va shu sababdan jamiyatda o'rnim bo'lmaydi. Ya'ni mantiqiy yechimga kelmagunizgacha o'zingizga to'xtovsiz savollar berasiz. Yechimga kelasiz va eng asosiy yechimni qo'llamasangiz, qanday oqibatlarga duch kelishingizni yozasiz. Chunki tushunishingiz kerak. Hech qaysi harakat yoki harakatsizlik oqibatsiz bo'lmaydi. Hayotda hech narsa bepul emas. Bepul ko'ringan narsaga ham albatta nimadir bilan to'laysiz.
Shuning uchun har qanday harakatni oqibatini chuqur tushunishimiz kerak. Va eng asosiysi esdan chiqarmasligimiz kerak. Chekuvchi odam chekish o'ldiradi degan yozuv ko'rganida unga iloji boricha ahamiyat bergisi kelmaydi. Nimaga? Chunki bu amalning oqibatini eslaganida stress his qiladi. O'zi chekishni tashlash niyati yo'q. Nima qiladi? O'ziga qo'shimcha, ortiqcha stressni olib. Chekishni tashlash niyati bor odam bo'lsa, bu odat uni qanday kuchsiz qilib turganligi haqida o'ylaydi. Tutunsiz hayot qanchalar yengilligini o'ylaydi. O'zini qanday yaxshi his qilishini o'ylaydi va bu odatini tashlamasa, u yildan yilga qiyinlashishini tasavvur qiladi. Va bu misolni biz deyarli har qanday muammolarimizga to'g'rilashimiz mumkin. Uyqusini tartiblamoqchi bo'lgan odam uyqusini nimaga tartiblash kerakligi haqida har kecha o'ylaydi va aynan shu sababdan oxir-oqibat maqsadiga erishadi. Pul topmoqchi bo'lgan odam pulsizlikning oqibatini biladi. Zamonaviy iqtisodiyotda yashayapti. Unga aniq pul kerak bo'ladi va u buni yaxshi tushunadi. Shu sababdan u o'zida ishlash uchun kuch topa oladi. Pul faqatgina maza qilib yashash uchun kerak, kattaroq mashina olish uchun kerak deb o'ylaydigan odamlar bo'lsa, ular ishlash uchun ham kuch topa olmaydi. Shu sababdan kuchsizligini oqlash uchun har ikkinchi boy haromdan topgan, har uchinchisiga esa otasi qilib bergan deydi. Shu uchun harakatning oqibatini, nima uchun kerakligini tushunish, haqiqatdan ham tushunish bizga kuch beradi. Noto'g'ri maqsad tanladingizmi va nima uchun qilib turganligingizni haqiqatdan ham tushunmayapsizmi? Bu sizni faqatgina kuchsiz qiladi. Nima xohlab turganligingizni va nima uchun xohlab turganligingizni bilish juda ham muhim. Biznes ochish bu muvaffaqiyatli odamlar ishi. Shu uchun tadbirkorlik bilan shug'ullanaman deb maqsad qo'yishingiz mumkin, lekin tabiatingizga to'g'ri kelmaydi. Tabiatingiz tadbirkorlikdan bosh tortadi, qabul qilmaydi. Shunchaki xohish emas, qobiliyatingiz ham yo'q. Yollanma ishchi bo'lmam yaxshi pul topsa bo'ladi. Yollanma ishchi bo'lmam muvaffaqiyatli bo'lsa bo'ladi. Freelancer bo'lsa bo'ladi. Top xalqaro yuqori darajadagi freelancer o'rtacha O'zbekistondagi tadbirkordan ko'proq pul topadi. Katta kompaniyalarning top menejerlari O'zbekistondagi o'rtacha tadbirkordan ko'p pul topadi. Nima uchun xohlab turganligingizni qo'lni yurakka qo'yib chin dildan javob bersangiz, to'g'ri maqsadni aniqlashingiz osonlashadi. Kitob o'qish kerak. Nimaga? Shunchaki javob bering. Nimaga kitob o'qishingiz kerak? Yangi bilim olish uchun deydi ko'pchilik. Yangi bilim nima uchun kerak degan savol yodda tursin, o'sha yangi bilimni nimaga aynan kitobdan olishingiz kerak? Nimaga videodan emas? Ko'pchilik javob bera olmaydi. 20 ta kitob o'qish maqsadini qo'yadi-yu, lekin erisha olmaydi. Nimagaligini tushunmaganimizdan keyin erishishimiz ham kelmaydi. Tasavvur qiling, kimdir 500 marta o'tirib turing yaxshi bo'ladi desa, qiziqishdan 100 marta o'tirib turganimizdan keyin ozgina charchoqni his qilishingiz bilanoq nimaga bu ishni qilyapman deb taslim bo'lasiz. O'sha ozgina charchoqni miyangiz ko'pirtirishni boshlaydi. Endi kimdir 500 marta o'tirib turing, $1 million beraman desa-chi, 100 marta o'tirib turganingizdan keyin charchoqni oldingi misoldek his qilmaysiz. Aksincha o'zingiz charchoq kuchli emasligiga ishontirishni boshlaysiz. Nimaga? Chunki qilib turgan ishingizni nima uchun qilib turganligingizni bilasiz. Endi maqsadlarni rejalashtirishning eng asosiy qismiga kelamiz. Maqsadlar juda ham katta bo'lmasligi kerak. Chunki ruhan o'zingizni oldindan ezib qo'yasiz. Va bu haqida gaplashdik. Va shu yerda muhim bo'lgan nuqtaga kelamiz. Qaysidir bitta maqsadingiz eng yuqori natija olib keladigan maqsad bo'lishi kerak. Pareto qonuni esinglardami? Adashmasam birinchi darsligimiz bo'lgan. O'sha videoni yana bir marta ko'rib chiqsanglar, nima demoqchi ekanligimni aniq tushunasizlar. Ya'ni bitta maqsadingiz haqiqatdan ham eng yuqori natija olib keladigan va sizni o'zingizdan qoniqishingizni kafolatlaydigan maqsad bo'lishi kerak. Albatta, bu ham reallikka yaqin maqsad bo'lishi kerak. Ya'ni $500 oylikdan keyingi yil $10,000 topaman emas. Aytaylik 5 ta asosiy maqsadingiz bor. Shuning uchun tasavvur qiling, faqatgina bittasiga erishish imkoniyatingiz bor. Ya'ni 100% ehtimollik bilan shu maqsadlar ro'yxatidan bittasini tanlab maqsadingizga erishasiz. Qaysi birini tanlaysiz? Tanladingizmi bo'ldi. Qolganlariga esa qilishingiz mumkin bo'lgan minimumni yozib chiqasiz yoki umuman o'chirib tashlaysiz. Masalan aytaylik, 5 ta maqsadim bor. Sport bo'yicha, ilm bo'yicha, ruhiy rivojlanish bo'yicha, sayohat bo'yicha va ishim bo'yicha. Aytaylik 25 yoshman. O'rtacha ishda o'rtacha oylik olaman. Keyingi yillarda aniq bilamanki, boshimda katta xarajatlar turibdi. Shu uchun meni bu yilgi fokusim ishda bo'ladi. Ishda yuqori natija qilsam, hayotimning qolgan yo'nalishlarida ham keyinchalik rivojlanishim osonlashadi. Yoki moliyaviy holatingiz juda ham yaxshi, lekin o'zbekcha klassik qorincha bor va bu sizga yoqmaydi. Jismoniy rivojlansangiz, o'ziga ishonchingiz oshadi. Shu uchun jismoniy maqsadni asosiy qo'yasizda, qolganlariga boshida gaplashganimizdek minimumni qo'yasiz. Yilni boshidan motivatsiyaga to'lib 100 kilometr yuguraman, 30 ta kitob o'qiyman, daromadimni 100 barobar oshiraman deb o'zingizni aldamang. O'xshamaydi. 10 kundan keyin motivatsiya ketadi va umri davomida 10 kilometr yugurmagan odam 100 kilometr u yoqda tursin, davomiy 10,000 qadam ham yurmaydi. Bitta maqsadni Pareto qonuni bilan tanlaymiz. Qolganlariga esa minimumni qo'yamiz. Davlat yiliga nom beradi-ku, bu yil oila yili, bu yil kichik biznes yili deb. Va bu degani yil davomida faqat oila bilan shug'ullanamiz degani emas.
Bu degani yuqori fokusni oilaga beramiz degani. Qolgan maqsadlarga bo'lsa qilishimiz mumkin bo'lgan minimumni, hattoki kulguli darajada minimum qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, umrida oyiga 8 mahal zalga chiqmagan odam zalga haftasiga 1 marta chiqishni belgilaydi. Qanaqasiga natija bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin, lekin gap bu yoqda natija haqida emas. Gap o'sha hech bo'lmasa minimumni bajarishdi. Haftasiga 1 marta chiqmayapsizmi? Demak, xohlamayapsiz. Vaqtingiz yo'q emas. Любой odam haftasiga 1 marta jismoniy harakat uchun 1 soat vaqt topa oladi. Har qanday odam. Bandlik darajasidan qat'iy nazar. Endi agar shu minimumni bajarsa, men sizlarga javob beramanki, ma'lum bir vaqtdan keyin haftasiga 1 marta emas, 2 marta chiqishni boshlaydi. Keyin esa 3 marta. 2 oyga bitta kitob. O'rtacha 300 betli kitob bo'lsa, oyiga 150 betdan tushadi. Kuniga 5 betdan. Kulguli-ku, to'g'rimi? Umuman kitob o'qimaydigan odam uchun bu ham juda ham oson. Agar shuni ham bajarmasa, demak umuman xohish yo'q. Kichik qadamlar yagona yechim. Bitta ishda katta qadam qo'yib rivojlanishimiz mumkin, lekin umumiy rivojlanishda har yo'nalishlarda kichik qadamlarsiz ilojsiz. Endi maqsadlarni mantiqan shakllantirish. Menimcha ko'pchiliklar bilasizlar, maqsad o'lchovga ega bo'lishi kerak. To'g'ri ovqatlanaman maqsad emas. Keyingi 30 kun ichida shakar iste'mol qilmayman. Mana shu maqsad. Sport bilan shug'ullanaman emas. Keyingi 60 kun ichida 10 marta zalga chiqaman. Mana shu maqsad. Ko'proq pul topaman maqsad emas. 12 oy yakunida oyiga $5000 daromadga chiqaman. Uyqumni tartiblayman emas. Keyingi 30 kun ichida soat 6 da uyg'onaman. Uxlashdan 3 soat oldin telefonimni yig'ishtiraman. Hech bo'lmasa shunchaki 8 dan keyin o'sha telefonni o'zini yig'ishtiraman desangiz ham, uyqu oldingidan ancha yaxshilanadi. Klubdagi uyqu bo'yicha videoni albatta ko'ring. E'tibor berganinglardek, hozir challenge formatlarimizni misol qildim. Nimaga? Chunki keyingi 365 kun soat 6 da turaman deyishingiz balandparvoz gap. Qilolsangiz yaxshi, lekin sizni qo'lingizda bo'lmagan juda ham ko'p faktorlar bor. Mana masalan, bolam kasal bo'lib qolganida, kechasi soat 2-3 da shaharda lo'r qidiraman. Yoki bomdodga uxlab qolishi mumkin. Insonmiz. Ba'zida shunchaki ishlagim kelmaydi va bu ham normal holat. Shu uchun ideallashtirmay qisqaroq muddatda tanlaysiz. Challenge sifatida. Aynan shu challenge davrida o'sha odatingizni shakllantirib olasiz. Keyin esa o'sha narsa hayot tarzingizga sekin kirib keladi. Masalan, mashhur shakar challenge. Yaqinda YouTube'da 1 million prosmotr bo'ldi. 30 kun qat'iy shakar yemaganman. Oldinlari xohlaganimcha yerdim. Challengedan keyin bo'lsa shakar iste'mol qilmaslik hayot tarzimga kirdi. Lekin vaqti bilan qanaqadir dam olish kunlari, og'ir ovqat yeb, orqasidan yarim litr shakar qo'shilgan gazli ichimlik ichish qo'rqinchli narsa emas. Umid qilaman bugungi mavzuyimiz sizlarga maqsadlarni rejalashtirish bo'yicha yordam beradi. Videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin qog'oz bilan ruchkani olib, o'zingiz bilan samimiy savol-javob o'tkazib, o'tmishdagi harakatlaringizni tahlil qilib, to'g'ri maqsad qo'yishingizni xohlayman. Jamiyat sizga o'tkazmoqchi bo'lgan shablonni emas, aynan sizga kerak bo'ladiganini tanlashingizni xohlayman. Bu video maqsadli inson ko'nikmalari deb nomlangan darsligimizdan biri. Klubimizda bunaqa videolardan yana 20 ta bor. Bundan tashqari yana 100 ga yaqin boshqa kontentlar ham joylaganmiz. Masalan, kitob tahlillari, falsafa, sport, moliya va hattoki chet el podkastlarini ham o'zbek tiliga professional dublyaj qilganmiz. Yopiq kanalimiz faoliyatiga 1,5 yil bo'ldi. Shu kungacha ko'plab ijobiy fikrlar olganmiz. O'ylaymanki, klubimiz yangi yilni sizga yangi bilim va ko'nikmalar bilan boshlash uchun katta yordam beradi. Obuna narxi ramziy ma'noda 88 ming so'm. Kanalga qo'shilishingiz bilan shu kungacha bo'lgan barcha kontentni ko'ra olasiz. Qo'shilish uchun Telegram orqali maqsad obuna akkauntiga plus belgisini qoldirasiz va sizga to'lov uchun maxsus bot havolasini yuboradi. To'lov xavfsiz va rasmiy servislar orqali ishlaydi. Sizni hamjamiyatimizda kutib qolamiz.